Olivye salati foydalimi yoki zararli? Yangi yil dasturxonidan an'anaviy tarzda olivye salati joy oladi. Albatta, bu salat ko'pchilikka manzur, ammo quyidagi ma'lumotlarni bilib olish sog'liq uchun foydadan xoli bo'lmaydi. Olivye salatining foydali yoki zararli ekanligi uning tarkibi va saqlash muddatiga bog'liq. Olivye sabzavotlar va oqsil manbalaridan iborat bo'lgani uchun ma'lum darajada foydali. Biroq uning salomatlikka salbiy ta'siri asosan mayonez va qayta ishlangan mahsulotlar, masalan, kolbasa bilan bog'liq. Shu sababli mayonezni kamroq qo'shish yoki uni kam yog'li smetana kabi sog'lomroq alternativlar bilan almashtirish tavsiya etiladi. Olivye salatida vitamin va minerallar mavjud bo'lsa-da, uning foydasi saqlash muddatiga bevosita bog'liq. Mayonez bilan aralashtirilgan olivyeni muzlatgichda 24 soatdan oshirmaslik tavsiya etiladi. Sababi mayonez plus tuxum plus qaynatilgan sabzavot teng bakteriyalar uchun qulay muhit. 2-4 kun turgan olivye salatini iste'mol qilish oshqozon ichak faoliyatiga zarar yetkazishi, hatto zaharlanishga olib kelishi mumkin. Tibbiyot 103 rasmiy kanalimizga obuna bo'ling.